Ketma-ket 4 ta ichki kuboklar finalida Chelsea hali biror marta ham gol urmagan. Shanba Wembleyda esa ular 5 yildan beri yuta olmaydigan klub kutib turibdi. Manchester City bu mavsumda bitta sovrinni yutib bo'ldi. Bugun g'alaba qozonsa, ichki treble uchun bir qadam qoladi. 4 ta final, 60 ta zarba, bitta ham gol yo'q. Anti-rekord. Vaqtinchalik murabbiy endigina 6 ta o'yin o'tkazgan. Manchester City'ning ham o'ziga yarasha muammolari bor. Yutqazib qo'ysa, Angliya Kubogi tarixida ketma-ket 3 ta finalda mag'lubiyatga uchragan birinchi jamoa bo'ladi. Yashashga haqqi yo'q 2 ta anti-rekord. Ularning bittasi bu oqshom qatl qilinadi. Wembley endi Wembley, hamma biladi. Unga kim mana shuncha yaqin keldi, buning qizig'i yo'q. Eslab qolmaydi. Chelsea agar gol ursa, Angliya finallaridagi 6 yillik golsiz seriya hakam hushtak chalishidan oldin tugaydi. Agar urmasa, ichki kubok finallaridagi golsiz o'yinlar soni 5 taga yetadi. Intriga mixday, ikki tomonda ham. Ta'qibda davom.